Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Onlayn biznes haqida yana qisqacha to'xtalib o'tmoqchiman. Kimga qiziq bo'lsa, Telegramdan bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Batafsil ma'lumotlarni Telegram kanaliga berib boramiz. Qo'shni davlatda yashovchilarmi, Yevropami, Osiyomi, Rossiyami, okean ortida yashovchi davlatlardanmi, Kanada, Amerikadan farqi yo'q. Qaysi davlatda yashasangiz qo'shilish huquqiga egasiz. Hurmatli vatandoshlar, mana aniq va batafsil tushuntiryapman. Xohlovchilar bo'lsa marhamat, telefon raqamimni aytib o'taman. Shu telefon raqamimda Telegram, WhatsApp kanallarim bor. +99 8 yana 99 775 11 81 telefon raqamlariga bemalol murojaat qilaverishlaringiz mumkin. Xohlovchilar bo'lsa albatta, xohlamaydiganlar o'zi qiziqmagan, o'zini yashash uchun o'zi harakat qilmagan inson jamiyatda hech kimga keragi yo'q. Bir marta pul tikib kirasiz, 25 yil, 30 yil sizga daromad olib kelayotgan onlayn biznes ish menimcha boshqa kanallarda, boshqa tizimlarda bo'lmasa kerak. Shuning uchun mana shu yangi hayotga qadam qo'yamiz deydi bir yigit 18-20 yoshda uylanadi, keyin yashash tarzini butkul o'zgartirishga harakat qiladi. Siz ham mana shu onlayn biznesda yashash turmush tarzingizda yaxshi tomonga yaxshilash huquqingiz ham bor. Indamay och qolib o'tirishingiz ham mumkin. Shuning uchun mana qayta takror va takror video qilyapman. Hech kim mana o'zi ko'rib, yolg'on narsaga o'zi video chiqish qilib birovlarni majbur qilmaydi. Realni diniy tomondan ham halol onlayn biznes ishi. Kimga qiziq bo'lsa, Akmal Jumayev deb ruscha harfda yozasiz, Telegram kanalim chiqadi. Batafsil ma'lumotlarni beramiz. O'zbekistonda yashovchi fuqarolar bo'lsa, telefon raqamimga telefon qilib murojaat qilishi mumkin. Yana ham aytib o'taman, 99 lik kodi bilan 775 11 81. Qiziquvchilar, yaxshi yashayman, harakat qilaman degan fuqarolarga bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Nimagaki har doim har yili lamat, kapat, qoz, o'y, buz, loy quy, g'ish anoqi, shilaka blokter, beton quy, fundament quy og'ir ish qilmasdan mana shunday sensor telefon bilan internet bo'lsa bas, tushunmasangiz ham biz o'rgatamiz, takror va takror aytyapmiz. Xohlovchilar bo'lsa bemalol aloqaga chiqasiz. Yashashingiz, taqdiringizni o'zgartirish o'zingizning qo'lingizda. Mana Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumanida yashovchi ustozim Mamayusuf Abdujabborov yaqinda bir hafta ichida 4 kishi kirgizdi. $450 pul ishladi. O'zimizda ichki kursda sotaydigan bo'lsa 6.600.000 so'm bir haftada daromad qildi. Siz agar tillo biznes qilsangiz ham yo boshqa juda kuchli tadbirkor bo'lsangiz ham bir hafta ichida hech kim 6.600.000 so'm daromad qila olmaydi. Shuning uchun ko'zlaringizni kattaroq ochingizlar, harakat qilingizlar tezroq qo'shilishga. Yashash tarzimiz Xudo xohlasa kun sayin yaxshilanadi. Xohlovchilar bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar.